Mirjalol Qosimov o'smirligidan yaltitib ko'zga tashlandi. O'smirligida Server Jeparov ham deyarli hech kim tanimasdi, Maksim Shatskix ham hech kim tanimasdi. Mirjalol Qosimov o'sha sobiq ittifoq o'smirlar terma jamoasi sardori sifatida Yevropa chempioni, jahon chempioni bo'lgan. Mirjalol Qosimov o'sha afsonaviy Peleni qo'lidan SSR terma jamoasi sardori sifatida jahon chempioniga atalgan kubokga olgan. Endi tasavvur qilib ko'ring, o'smir bola, o'zbek bola o'sha sobiq ittifoq termasini sardori bo'lish uchun qanaqa salohiyatga ega bo'lish kerak? Chunki siz agar bosh murabbiy bo'lsangiz ham o'sha paytda qaysidir bir rusni qo'yib qo'yardingiz sardor qilib. Chunki Rossiya katta respublika, hammadan katta edi, jamoasi ko'p edi. Terma jamoada o'yinchi